qurilishda regel secheniyalarimizni olishni ko'rib chiqsak, har xil o'slar bo'lishi mumkin, 7, 2, 6 bo'lishi mumkin. Buni qanaqa olinadi? Hozir oson yo'lini ko'rsatib o'taman. Masalan, bitta o'sni regeli balandligini olish uchun biz mana L barobar 15. Masalan, bizda bu yerdagi masofa 7,2 edi. 7200 bo'lib 15. Buni bo'lsa 7200 bo'lib 15 480. Shunda bizning mana regelimizning balandligi 480 bo'ladi. Agar 6 metr bo'ladigan bo'lsa, mana bu tomon 6 metr. 6000 bo'lib 15. Qanaqa bo'ladi? 6000 bo'lib 15. 400 millimetr bo'ladi. Shuning uchun 440 ga qarab qolinadi. Bizga ahamiyat bersak, mana bu o'zimiz ham 7,2. Qarasanglar, mana bu yoq tomoni 6 metr, mana 6 metr, mana bu 7,2. Mana bundoq qarasanglar, biz mana 50 sm baland turibdi. Mana bu pastroq. Bu 6 metr ekan, bu 7,2 niki.